يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetlik Müslüman braderlerimiz, bu katımki bizdeki dersimiz zakatni belge vaktimizde niyet kılış gerek. Muşnun üstüde toxtalımız. Yani zakat belgeci adamniki muşu zakatni men ba'din, yani Allah Taala meniki gadinliге farz qilibdikan. Buni men ba'misam bo'lmaydi deb mushundoq niyat qilish kerak u odam. Yani ko'nglida niyat qilish kerak. Ko'nglida niyat qilish kerak bo'lgandiki biz mushu zakatda niyatniki qilishniki ustida to'xtalamiz. Endi hammamizga ma'lum, mana darsimizda deb yutildi zakat degan bu bir ibodat. Hem çünkü bu ibadet bo'lishi, çünkü bu zakatniki o'zi yani Allah Taola'nınki, yani İslam dinininki bir şuarı. Yani İslam dinininki, İslam dini ekanligini bildiradigan bir xil simbol. Ana bo'lgandan bu simvolniki o'zi mana bu iymonning asosiy bir turiga, iymonning asosiy bir turiga bo'lib, shuni da Qur'oni Karimda mana zakat bir qancha yerda birga kelganligi mushunicha deyiladi. Ana bo'lgandan bu zakatniki o'zi men ibodat. Ibodat bo'lgandan har qanday bir ibodat niyatsiz bo'ladi ekan, bu qat'iy durus emas. Şunu qatorida endi zakatmi ibodat bo'lgandan buning da jazman niyat bo'lishi kerak. O niyat qilmasa o ibodat maqbul emas. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem innemel a'malu binniyat ve innema likumri'in ma nawa degan hadis var. Şu hadisga asosan her qanday bir adam ibodat qilaman deydigan, şu ibadetdagi o'zida u odamniki niyati bo'lmaydi ekan, Allah Taala undaq ibodatni qabulchi qilmaydi. Endi yeni bir tarafdan endi bu zakat bir tarafdan ibodat. Yeni bir tarafdan Allah Taala'nınki, baylanınki üstüge koygan g'arib, miskin, fakir, fuqarolarnınki haqqi. Yani yeni bir tarafda etqa vaqt o'zi de, yani mundaq yeni bir tarafda etqa vaqt o'zi de, yani iqtisodiy bir serik, yani baj bo'lgan bo'ladi. Yani bu tarafdan ham iqtisodiy bir baj, yani davlat o'z bevosita ega bo'lib, shu zakatni oladigan, yig'adigan, taqitidigan bu tarafı var. Ana o'g'andikin bu bir tarafı bilan yeni bir tarafdan yani maliye, yani mali ibadet o'g'andiki yeni bir tarafdan yani bir bajga yoki salik o'xshab qoladi. Endi şu salik, şu bajga o'xshab qolgan bo'lgandan bundan ayirish uchun jazman o odamniki mana zakatni bergan vaqtning o'zida ne bo'lish kerak? Niyat bo'lish kerak. Niyat bo'lmasa o'chanizda masalan 85 gramga monchilik 202,5% berilgan ma'qul deb uni ayirib niyati yo'q. Ba'dim Xudo yo'lida hammasi desa, u bo'lmaydi. Chunki bu tarafda qilingan ibodat naydi jiq bo'lgandan şu ibodatniki o'zidan ayirib turadigan jazman o odamniki meni ko'nglida meniki gadinimda monchilik zakat kipti. Yani mening pulim monchilik ya qo'y, kala va undan boshqa o'shir zakat mushunda bo'lgandan mening kallam mana mushunda narsa mening ustimda borkan, bunga qarta zakat monchilik kipti. Men shu malniki zakatini qilishim kerak, berishim kerak degan mushundaq asosda mena bu ne bo'lish kerak? Niyatchi bo'lish kerak. Endi ulamolarımızga o'tirsida endi zakat masalasi kelgan vaqt o'zida ikki xil ko'z qarash var. Birincisi xolis ibodat, yani ibodat deydi. Yeni birisi endi İslam dininiki maliye tarafidan bekitilgan baylarniki ustida kambag'allarniki haqqi va deb qo'yilgan, yani mandaq chiqib, yani bir
selik, yani bir bajdek, bir ibadet, yani ibadeti maliye degan bunda bir olimlar var. Endi bu ibadet o'g'a vaqt o'zi jazman niyat kerak. Ham ibadeti maliye bo'g'a vaqt o'zidimi? Yine bunu da gayridan ayırıp qilish uchun jazman niyat bo'lishi kerak deb uni da bunda qaraydi. Anda o'g'andan keyin niyat qilish zakat bergan vaqt o'zida jazman shart. Agar u odamniki o'zi shu niyatga shu bergan vaqtning o'zida u odam mana u zakatniki o'zini men zakatimni berdim deb niyat qilmaydi ekan, ya'ni bergan vaqtda yana ado qilgan vaqt o'zida bu hargiz bu odamniki zakati maqbul emas. Ana o'g'andan keyin bu odam shu zakatni berish orqali Alloh taolo menga shunday bir ne'matni beribdi, shunday mol mulkni beribdi. Bu mol mulkni kimniki? Mol mulkniki ichida kambag'allarniki haqqim borki, men shuni ado qildim deb mushtaqcho qilish kerak. Endi bu zakatda bergan niyat zot qandoq qildi? Buni kelgan vaqt o'zida shu odamniki o'zining va boshqa odamning, mesela kichik vallahi sarang bir kishilarniki zakati bor ekan, shu zakatni shu bergan vaqtniki o'zida shu odam shundoq e'tiqod qilish kerakki, bu molniki ustiga manchilik zakat kelgan, men shuni berishim kerak deb shundoq niyat qilish kerak. Ya'ni bu niyat demak. Ya'ni illaki bu yerda og'izi bilan talaffuz qilish emas. Ya'ni ko'nglida bu odam manchilik pulim bor, mal mulkim bor, bu bijilopto, anda o'g'andan keyin bunga manchilik zakat kelgan, shu malniki zakatimini bu deyish kerak. Yani bundan niyat qilsa meni bo'ladi. Mana bu niyat bilan u odam rasmiyan deb ibodat shakliga o'qigan ibodat shakliga aylangan bo'ladi. Endi yana bir tarafdan endi bu zakatniki nemisini mana davlat o'zi, islomiy davlat o'zi bevosita mana qo'mondonlik qilib, o'zi yig'ib, o'zi taqdirlagan bo'ldi. Ya'ni shaxsiy bir odamniki o'ziniki xohishiga asosan unda kimga bersiz mayli deydigan unda bir narsa islom diniga qo'ymadi. Bunu belki etmedi. Bu doğruluk biz aldığımız dersimizde dep ütüldü. Ana oğandan keyin mesela bazı bir adamlar var. Zakatın yüzdeki iman. Mene noktasını etkilen vakti özüde o adam zaten beriş gerek. Ama bu adamdaki özü şunda belgelenmekte ya ki neme kırıp bu çağın özüde İslami devletteki mene şu zakat yığılan tarmak onu mecbur alı demdi. Mecbur alı vakti özüde mesela padişah, yani İslami padişah, İslam hakimiyet bu ne yaptı? Eğer ağa vakti özüde men o adam sen zakatını hazır günde bu adamdaki puluniki qanchalik bo'lganligini hem adam yani devlet oku demdi. Hem mesela şu müşundak muamelede bo'lgandan keyin ana o'g'andaki bu muameleler orqali devlet bunu bildi. Mesela ayağı manchiga birden bahalapla ana o'g'ani bu adam şu çanı üzüde şu devlet şu mal epti o adamdaki zakat medeni. Ağa vakti özüde bu qandoq oludu deydemdi. Ağa vakti özüde deydemdi. Şu çağın özüde yelikı padişah yoki bo'lmaydi zakat yig'adigan shu o'rinniki o'zi ma odamniki zakatini men yig'dim oldim, buni men kambag'allarga beraman deb qilsa bo'lamdi yoki bu odamniki o'ziniki ash niyat qilish kerakmi, niyat qilmasimi, shu noib bo'lgan ash olgan kishilar mana o odamniki o'rniga meni niyat qilib olsa bo'lamdi deganlikning ustida bu o'limalarımızın otursa bunu da hem ixtilaf var. Ama köp sallık o'limalarimiz aşında bir padişah yoki zakat yig'adigan aş devlet tarafidan berkitilgan aşındaq o'rin o odamniki melini aşındaq mecburiy holatda olgan vaqt o'zida mana o odamniki bu niyatdan o odamniki niyatiga o'rindichi basamaydi deydi. Chunki endi u mal o odamning o'zing bo'lgandan keyin o adamdan devlet tarafidan devletdeki o'zi o adamning niyatiga o'rinda turib o ishni qilmaydi. Shunga eğer aş bergan vaqtning o'zida men aş zakatim bo'pti, epti deb niyat qilmasa, o chaqning o'zida sultan ya podshoh ya sultan aş zakat oladigan o'rinniki o'zi bu bevosita elib, o chaq kar yo'q, aş bo'pti deb olgan vaqtda yoki olgan uqmabdi. O chaq niyat qilmagan bo'lsa, yine qaytib bermasa, mana bo'lmaydi deydi. Bu mecbur olgan vaqtning o'zidagi gap. Ama ihtiyari holatda, yani ihtiyari devletniki o'rinlari yani zakatni yig'adigan ham u taqdirlagan o'rin zakatniki maxsus aş devlet o'zi qilib berdi, shaxsiy odamning nemasi emas.
Ama ihtiyari holatdagi o'zida jazman o adamniki bu yine netice buluş gerek deydi. Ama ısrari holatda mecbur ağa vaqt o'zida o'jani o'zida yosh zakatniki malniki egisi o adam niyat qilmasimi aşı sultan bo'ladi degan adamı var. Ama ihtiyari holatda zodi qat'i bu adam men olmasa bo'lmaydi. Yani niyat qilmasa bo'lmaydi degan mushundaq nima var ko'z qarashlar var. Unda o'g'andan keyin endi bu niyatni mesela bu niyatni qanday vaqt qilamiz? Mesela zakatni yerga yig'ilgan o'ringa bergan vaqt o'zi niyat qilamizmi? Qanday vaqt qilamiz desa, buniki o'tirsida endi zakatni ham beradigan vaqtimizdagi o'zi biz endi shu malni hisoblab ashunda qildik, qilib shu og'irgan vaqtning o'zida men ma'u zakat degan vaqtniki o'zida nim bo'lish kerak, niyatchi bo'lish kerak deydi. Bunda bir nimalar var, ko'z qarash var. Yine bir sanada ekan shu zakatni ash burun niyat qilgan bo'lganda ekan shu og'irgan vaqtda bersa niyat qilsa shu kifoya deydi. Yine birsi bergan vaqtning o'zida shu o'rin, shu joylarga bergan vaqtning o'zida niyat qilish kerak degan mushundaq ko'z qarash bor. Ana o'g'andan keyin shu niyat qilishniki o'zi shu zakatni ayirib shu mustahaq bo'lgan o'rinlarga berish kerak. Endi bu adam zakatdagi o'zi bermay boshqa bir odamni vakil qilibdi yoki bir ashada bermab berishga buyuribdi. Yani bu chal qanday bo'ladi? Shu chal o'zida ash buyruqqa vaqtning o'zida mush ash zakat desachi bo'ladi. Uniga vakil bo'lgan odam niyat qilmasimi, o odamniki zakatlari shuna bilan kifoya bo'ladi, niyat mana shuna bilan tamam bo'ladi deb olimlarimiz bunda bir ko'z qarashi, bunda bir ko'z qarashi bo'ladi endi. Endi zakatdagi o'zi endi İslami bir devlet olgan bolsa, İslami bir devletke karşı muşunda bir topulan, muşunda bir isyan çıkarıp bazı bir hariç yani ravafiz görahlar yani karşı çıkan bir görahlar oldu. Onu çıkıp İslami devletteki teritorisi hududundaki işçideki bazı yani besverip uyardı zakat muşunda bir ne yığıptı. Yıka vaktin yüzde bu kandaklarımız hem devlet ev aldı. Şu çanın yüzde eğer o adam aş vaktin yüzde aş belgen zakatniki yüzünü men aş bergen zakatniki aş evagan aşla toplan qilib evagan zakatniki o'zini o adam niyat qilib men shu zakatimni berdim degan bo'lsa uçan o'zida ikkinchi qata endi u podshoh u yani qaytiryapti qaytirib olgan vaqt o'zida ikkinchi qata meni buniga niyat qilmasimi ashliq bergan hisob bo'ladi zakatni ikkinchi qata ilinmaydi chunki o podshohniki u davlatning o'zi u yerdeki kişilerini yüzüneki muşu hakimiyet orunda onu müdafaa kılamadı. Müdafaa kılamagandaki o zakat diyen bir yılda bir kata ilingan bolgandaki ikinci kata yani biz endi kaytama yani biz kaytırıp aldık oladın endi zakatını birinla dep mundakçı kılmaydı dep muştakçı deydemdi. Ana olgandaki bu bir mezmun yeni birisi geldikken biz muşu vermekçi olan zakat mesela öşür zakatın içinden mesela dihallarının ki yemek içmek nes gerekleri var. Onun da başka çarvıçalarının ki mesela koy kala bir nes gerekleri var. Onun da başka bağvançalarının ki meyve çive katarlık bir nes gerekleri var. Yani her bir tarmaktaki kişiler mesela ticaretçilerinin ki mal yani rah o kim keçek o müştah bir nes gerekleri var. Tümü tezek ve kaza bir nes gerekleri var ya ki şu kaç teşhidek olmuştak bir neyse yani altın diyeledek bu çanınki üzide bu belgen zakat kelgen bolsa şu mal ne olsa şunu bir kerek mi ya ki onunki ornuğa şu nersini bahalap yani şu nersi bahalap şu bahası olan nersini bersek bolamdı muşnun üstü de hazır muşnun üstü toxtunumuz şimdi dihan mesela dihallarını ki konak buğday, güreç, apa ve onun başka muşun nokot, maş diğerlerdek bütün nesiller var. Mene bu ne mene? Onunki ondan birini biriş gerek. Ona deyken çarvıçılar kelgen vaqt özü de mene? Çarvıçınınki özü 5 tane tөгісі olgan bolsa bir tane koy, en az 5 tane tөгісі olsa bir adamınki 120 koy olgan bolsa bir tane koy, o bir adamınki 30 tane
kalisi olgan bolsa, uçanın üzerinde bu adamga 1 yıllık, yani 2 yıllık, 2 yaşka qarab mangan 1 yıllık topa beriş gerek. Ana oğandaki bu zakat yığımız dep kelgen adamniga, şu devlet vakaza urunlarga bununki aynini bas bolamdı yoki uniki qimmatini baholab, mesela manchi pul olurken pulni beray yoki pulni olamiz desa bolamdı deganliginiki ustida, men bunu da ulamolarimizniki o'ttirsida o'xshamagan ixtilof bor. Ba'zilari deydi, şu qo'y olgan bo'lsa qo'ynini bersiz, uniki qo'yniki bahosini bersiz bo'lmaydi deydi. Ba'zi odamlar deydi, bo'lmaydi. Shuningdek hamda ya buğday, ya guruch, ya qo'noq olgan bo'lsa 100 kilo, mesela 1 ton qo'noqibdi, 1 ton qo'noq chiqqan bo'lsa odamdan 1 ton buğday, uçanın üzerinde bu adamga 100 kilo öşürüp beriş gerek. Öşürüp beriş gerek bo'lgandan keyin bu adam 100 kiloniki yüzini meni beriş gerek deydigan bunda bir adamlarımız var. Bununki karşılığında her gün bahasını pul, yani bahası pulni bersek bo'lmaydi deydigan bunda bir adamlarımız var. Zakatniki endi bunda ixtilof bo'lishdagi sebep, bu zakat degan nima? Biz abiyan bunun üstü to'xtalgandek, bazı alimler bu ibadet deb qaraganlar var. Bazı alimler yani bu zakatni Allah Taala'nınki farz qilishdagi sebep muşu kambag'allarniki, mushunda kambag'allik ishlarini yo'qotish, ularga yordam berish degan gap bo'lgandan keyin, ana o'ldiki bunuga asosan, yani bu yerda asas maqsad kambag'allarni yo'qotish, yani 8 o'rin bo'lgan, aş o'rinniki ehtiyojiga berish. Yani şu yani yüzdeki turmuş nemisi qamdaş asasıcı beriş degan bo'lgandan keyin, bazı alimler unuga asasan meni qimmatini, şu bermekçi olan zakatimizdeki bahasını qancha pul baholab, şu canın üzerinde şu bazarda qancha pul alıdı, şu narsadagi pulini bersak meni bo'ladi deb bu yerdan chiqayotgan bu ixtilof. Shuning uchun bunodan de ko'p sonli olimlarimiz, bunu da Hanefi mezhep ve qatorliq, bunu da başka cık alimlerimiz bu zakatniki aş yüzünü vermey. Eğer o adam halap kalıp bununki orluğa meni pul, yani bahasını bersek meni boludu deydi. Bu doğruda bulan bir qancha delilini keltirdi. Kur'an-ı Kerim'de hem de Allah Teala "Huz min emvalihim sadakaten tutahhiruhum ve tuzakkihim" diyen ayet bunu delil keltirdi ve ondan başka Peygamber aleyhissalatu vesselam'nınki bir qancha hadisler var. Mana şu hadisni asasen bunun için delil qiladi. Endi bunun asasen hozirgi davrimizda eng muvaffaq bo'lgani, agar u odam o'zini berman desa, u ixtiyor eng yaxshisi shu bermoqchi bo'lgan, shu yiliqi moddiy yo'tkilmaydigan shu narsaniki o'ziniki mana bahosini berganimiz bu hozirgi davrda eng yaxshi. Ba'zi olimlarimiz mana hozirgi davrniki o'zida bu bahosini berganimiz yaxshi deb qaraydi. Nemishqa degan vaqt o'zida bu zakat yig'iman, zakatni yig'ib bir yerga akirib buni kambag'allarga mushundaq 8 turlik o'rinlarga mana beramiz degan bundaq odamlarga bir qo'yni, o bir odam bir to'paqni, bu odam 100 kilo qo'noqni yo bug'doyni mundaq qo'ysa bir qadar jafo bo'lib qoladi. Onun dökere en yaxshisi mana shunda zakatni yig'imiz deb kelgan odamga mana shu zakatniki bahosini, yani pulni bersa en yaxshi deb munda ko'z qaraydi. Yani hozirgi davrimizda en asosiy, yani shu zakatniki bermoqchi bo'lgan bizniki zakatniki bahosini berishimiz en yaxshi. Yani shu zakatni en dikkat qiladigan ish, şu bermoqchi bo'lgan malniki bahası şu kunning o'zida bozorda qancha pul. Mesela bir qo'y zakat kelgan bo'lsa, hozir bozorga chiqsa bu qo'yni qancha pul oladi hozir baholaydigan gap. Mesela 1000 qo'y yoki 2000 qo'y bo'lgan bo'lsa shuni beradi. Mesela bir to'paq kelgan bo'lsa, o odamning o'ziga to'paq, mesela hozir mush to'paqni chiqdik bozorga, mesela 2000 qo'y yo 5000 qo'y oldigan bo'lsa, shuning uchun berish kerak endi. Buni da o'zi bozorni baholab o bunu iyi işletişki bulmaydı. Yani adil, lillahi turup kılışçı gerek. Bunu dikkat kılış gerek. Şunun için biz zakat bergan vaqt o'zida mana tijoratchi olmayli, dehqon yoki bog'van yo chorvachi bo'lmaydi. Biz bergan vaqtning o'zida mana shu berdigan zakatimizdagi qarshilig'idagi bahosini, pulni bersakmi, nima o durus. Bunun hech qanday bir nemiz shu yo'q. Bunda bir bo'lmaydigan tarifi yo'q.
Yeni birisi anladı biz vermekçi olan zakatniki üzerine zakatni mene nerede berimiz? Biz şu öz nerede yaşayan bolsak şu yerde elingan zakatni şu yerge beriş kerakmi yoki bu yerden yeni bir yerge yötkeş kerakmi? Biz hem de bunun üstüde to'xtalamiz. Aslında biz hem de zakat mene Kur'an-ı Kerim hadis-i Resulullah'da degende mene bu zakatni şu yerdeki baylardan elip şu yerdeki kembegallarga qaytırıp beriş. Bu zakatın asası nemisi bu, yolu bu. Bunu uyabiyaga ötkeşki bolmaydı. Bu doğruluk hem de biz hem de tarihte qarab baksak hem de bu İslam dinini bu terbiyetge oturup koygan bu kanuniyeti fevkalade mene nemi o alayda üstün oran oturdu. Hazır hem de bu zakat meselesi hem de hazır dünya iktisadi şunası vakaza qarab baksın. Hazır tarihte qarab bakaydı. Tarihte bu yan her kanda bir hakimiyet imparator kanda kılıdı yüzündeki tehdidiki puhralarınki aşındak selip altın kümüşün elip ula şu yerdeki nesi kınmay onu kanda kılıdı şu tarihte bu yan şu zalim kafir hakimiyetlerinki şu medeniyet o asar etika bu binası degen qarab baksak men aşağıdaki kişiler aşı neslinki üze şu yerdeki kişilerinki kan terihindeki bedli kelgen nesi ula hemmesi şu Dixan, şu Yunaven, şu ticaretçilerdeki ağam, pul, seliklarındaki hemmisini elip bulan, yüzdeki aşağı ekilip, yüzü en âli turmuşu yaşaydıgan, en âli öy, en âli yemek, içmek, en âli yatıdığan cayını hazırlap, biçarı kembegaller işlevatkan, şu işler verivetkan, ajnak adeti kürvatimiz. Bu en adaletsiz nime iş. Ama İslam din, bunu tel nemisi de del karşılıklı. Hazır mı da vassak hazır. Hazır mı hem de? Her kanda bir asası devletlerindeki nemisi de mi? Uya bir yerden ağan, aş, baş, vahakaza, selik, neskerehlerini hemmesi merkezli toplaydı hem de. Merkezli toplap, merkezli turvağan, şula yüzdeki ihtiyarı boyunca yüzü turvatkan cay, makan, etrafındaki şehirlerini taz yasap. Yüzü taz âli turmuşunu kılıdı. Ama bununki bedeli kegen, bunun bedelini işte muşa yollavatkan şu dihan, şu hünersenler, ticaretçiler olsa ulan şundak içiniş kadeti tuğan. Uyan iş kanına bir nesli işletmegen. Bunu kürvatımız. Muşundam ne bolamdam adaletsiz olamdı. Bu iktisadi tarafta boğan bu kanun muşunda temponsuzluk. Azrende biz kürvatım bu yerde vay ayad asaratik vaken bu yad mancılık binanı sevetipti. Ayadı mancılıptı, anjılıptı. Şu nesliki yüzü uyadı zulüm boğandiken şu yüzniki puhrasıniki kan ter bedeligi kegen şu nesli yığış arkalık yüzününki aşın asar atiki dıvatkan çoğ binananı seliş arkalık şundak çoğu onu peyda kılan. O özlüğüde ne kılan emez. Bu. Şimdi bu İslam dinige qarab baksak ne mi deydi İslam din? Mene Kur'an-ı Kerim hadis-i Resulullah ve onun başka Hulapa Raşidlerinki muşu iktisadi, mali kanuniyete tüzümü qarab baksak, mene Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şunda dedi ki Muaz ibn Cebel razıyallahu ta'ala'nın Yemen'e evetke vakti üzere tuhazu min agniyaihim ve turaddu ila fukarahim. Şuna dedi Peygamber Aleyhisselam Muaz ibn Cebel'e bulanıki baylardan zakatını elinidu, zakatını elip yine şulanıki kembegallerine buyuruldu dedi. Yani bu. Yani zakatını nereden ağam bolsanız şu yerdeki garip miskin ve onun başka muhim urullah bulup kalgan bolsa şu çanın üzü de kandak kılısı şu yerge bersiz onu. O merkezge apırıp u yerge nem kılganı yok. Yani bu ne demekçi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mene Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'nınki mene bu hadis yeni bir ezlediyse Ebi Cuhaype razıyallahu ta'ala'nın rivayet kılınıdı. Bizge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den belki sağa sadık jıkıdgan, zakat jıkıdgan bir adam geldi değil. O adam bizdeki baylarımızı sadıkın elip, sadıkın aldı deydi o. Ağandaki bu sadıkınınki yüzü şu yerdeki kembegallerge berdi deydi hem de. Kembegallerge bergendeki ben şu vakitin yüzüden bir yitim, atanam yok, bir yitim balıydım deydi. Manımın şu çanın yüzüden bir tögü bergendi. Digen, beni Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan şunda bir nemi var, rivayetçi var. Ve onun başka Sahih Bukhari'de şunda da bir rivayet var. Mene
bir Arabi adam Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan sorap bir qancha so'llarni so'ragan. Shu vaqtning o'zida hamdi shuna deb hamdi Alloh seni haqiqiy payg'ambar qilib beribdi. Alloh meni payg'ambar qilib beribdi. Meni boylardan sadaqani elib bu sadaqaniki o'zilik kambag'allarga tortib berishga buyurdimi degan vaqt o'zida dedi payg'ambar alayhisalom qalanan shuna buyurdi degan. Ana o'g'andan keyin men mushedis va undan boshqa xulafai Raşidillarniki tarjimani qarab baqsak, meni hammasi Abu Bakr, Ömer, Osman, Ali radhiyallohu ta'alaniki zamonlarida mana jiq atrofida yala fatih qilingan. Fatih qilgan vaqt o'zida pul mol shunda jiq bo'lgan, ham o'ldi elingan. Shu vaqt o'zida bular men xulafai Raşidlarniki o'zi shu yerda elingan sadaqa, zakat, binas kerakni shu yerga beringlar deb ashundaq buning uchun bak etgan. Mene buningda endi shundaq endi buningda nayt pek nima rivoyatlar bor. Buningda Ömer raziyallohu ta'alandan shuna rivoyat qilgan bir rivoyatda Ömer raziyallohu ta'alandan bir odam shuna so'ragan deydi. Mene Arabiniki sadaqasini qandoq elinadi? Nega qo'yamiz? Uni qandoq qilamiz degan vaqtda Ömer raziyallohu ta'ala deganki biz bularga zakatni Arabini olgandagi shay qaytirib beramiz. Yani u yerga 100 dona to'y kelgan bo'lsa, 100 dona to'yning o'zini shu atrofida kambag'al bo'lgan bo'lsa, meni shu yerga meni yo'tkayib, shu yerdagi kishilarniki o'ziga meni beramiz degan. Endi bu endi zakatni nada bermoqchi bo'lsa, shu yerdagi kishilarniki g'arib, miskin va 8 turlik o'rinlar bo'lgan bo'lsa, meni shu yerga berish. Asli bu zakatniki o'zini endi 8 turlik o'rinni bekitishidagi o'zi davlat bekitadi. Hem zakat yig'adigan o'rin bekitadi. Unda bo'lgandan keyin shu zakat yig'adigan o'rin ham davlatniki o'zi bevosita o'zi qo'mondonlik qilib, meni nada ehtiyoji va nega nima va bu yerga bekitadi. Unda bo'lgandan keyin buni asosan bu zakatni endi biz endi davlat qilmoqchi, davlatniki o'zi hamma tarafga keng nima qiladi endi. Qaraydi. Qarag'andan keyin ham davlatniki o'zi kimga bak ehtiyoji va kimga ehtiyoji yo'q, nerede qanchalik kambag'al va hammani nima qiladi? Mana taqib berdi ham biladi. Unda bo'lgandan keyin buni asosan shu zakatni shu davlat yoki taqib beradigan o'ringacha qilamiz, berish kerak degani shu. Ama bu shaxsiy bir odam o'zidagi havoyi havasga ko'ngliga asosan, ixtiyoriga asosan ba'didigan vaqt o'zida faqat bu bir shaxsiy odam o'zidagi doirasining ichidagi ma'lum bir tarmoqni bu yana ko'rib qoladi. Ko'rib boshqani ko'rmaydi, nemaning ehtiyoji o'rnini o'qimaydi. Ya'ni u odamga nisbatan o'zi xohish nisbatan ma'adam ma'mina bak ehtiyojli deydi, valki bu odamda bak birga ehtiyoji bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunda bir zakatlarniki o'zini davlat ki berish va zakat yig'adigan o'rin tarmoqlarga berish orqali shu bekitish kerak. Bundan bo'lgan vaqt o'zida zakatdagi o'zini davlat endi yig'di. Yiqqandan keyin endi shu davlat o'zidagi rayonlardan, mana islomiy davlatniki mana hududi shu har bir yerda islomiy bir musulmon bo'ladi ekan, bu musulmon bo'lganiki o'zi islomiy bir davlat, ya'ni xalofatdagi hududi bo'ladi. Hozirda o'sha Qo'tondak unda davlat yo'q. İslomiy davlatning nemizda xalofat bir hozirgi davrda mushtaq bo'lib qoldi. Undan bo'lgandan keyin davlatdagi har bir rayon tarmoqlari va iqlimlari bu yerdagi zakatni mana shu yerdagi rayon o'ziga amaliy ahvoli qarab taqitdi. Uningda boshqa u yer bo'lmay tatib qolgan vaqtda o'zida cho'ng markazga avatib berdi. Endi markazga avatib bergandan keyin bu markazdagi o'zi hamma yer davlatdagi o'zining davatligida bo'lgandan keyin ham davlatdagi o'zida nemaga bak ehtiyoji bor. Buni bo'lgan bo'lgandan keyin zakatni mana ular u yer bu yerga yo'tsa bu nim bo'ladi yerda durus bo'ladi. Davlatniki o'ziniki ishi bo'lgandan keyin. Endi davlat hamda kambag'allarga bersak hozir bak ehtiyojliqmi yoki davlat hozir hamda mudofaa qismini mudofaa shaklini kuchlantirish kerakmi? Qurol yarog' taraqqiy qildirish, ijod qildirish va uni setib olish kerakmi? Mujohidlarni tarbiyalash kerakmi? Mujohidlarni mana davlatni qo'g'daydigan, islom dinini qo'g'daydigan mujohidi askariy tarafida bo'lgan bu tarafni mana obdan tayyorlik qilish kerakmi deganni
qaysi ehtiyacı var, yoki qazami, yoki bo'lmaydi qullog'imi, yoki bo'lmaydi ishlayotgan odamlargimi, yoki bo'lmaydi yo'lda ketib qolgan odamni degan hammada davlat shuchan o'zi buni biladi. Ana o'ldagi bilgandan keyin mana bu zakotniki o'zini shu davlat bersa, davlat buni o'zi nega shura orqali, maslahat qilish orqali nega ehtiyoj bo'lgan bo'lsa, shu yerga yo'tkizsa, uchoqda buningchi nimasi hamda ishi. Ana o'g'andaki bu davlatning ishi bu, ammo shaxsiy bir odamga nisbatan egardan yoki kollektiv bunda bir odamlarga nisbatan zakotniki nega berish, mana bu vaqtning o'zida shu beradigan, shu zakot bermoqchi bo'lgan o'rinniki o'zida zakotda beradigan odamlar bor ekan. Ammo bu rayonniki o'zida bu zakotni berishning ehtiyoji yo'q. Yoki bo'lmaydi bu rayonniki o'zidan yana bir rayonga bakarak ehtiyoji bor. Bu channing o'zida bu zakotni yani bu yerdan u yerga olib kirib, buna bir yo'tkash, bu nima bu yerda durustcha bo'ladi. Buni da ulamolarımizga o'tirsa ba'zi bo'ladi, ba'zi bo'lmaydi deb bunda bir ko'z qaraydi. Shuning uchun bu zakotni bergan vaqtning o'zida shu zakotni shu davlat yig'adigan o'rin davlatimiz bo'lib qolgan bo'lsa, yoki bo'lmaydi davlat yig'adigan, zakotni yig'adigan shu tarmoq o'rinlarga berish kerak. Buning ehtiyojini nima qilish, nega berish bu yana obdan biladi. Shuning uchun agar unda bir raya bo'lmay tatib qolsa-da, shu yerdagi jamoatniki cho'nlari nega ehtiyoji bor, nima u yana bak bilgan bo'lgandiki diniy olim mushtaq kishilarga va uning boshqa agar imkon bo'lib qolsa, masalan, jamiyat tarmoqlarga bu yerga berish kerak. Endi bu zakotdagi o'zi bunda bir holatda, masalan, u bekadi maya berib turib, bu yerda ehtiyoj bor, bu turib bu yerga o'tkash makruh, u durust emas. Ammo bu rayonniki o'zida hammadan boy, yani turmushi shunlar normal. Ama başka yerga qarab olsak, u yerdagilarniki turmushiniki bak ehtiyoji bor, bak namarat, balaya mushundaq ofat, musibatlar bo'ldi. Deb kafirlar mushundaq bozaq qilyotdi, o'ltirib o'ylarga mushundaq o't qo'yibdi, musotir yiqitibdi. Musulmonlarni kambag'al qo'yimiz deb har tarafda qamal mushundaq qilyotdi, ammo bizning rayon bundaq emas. Deganidek mushundaq bo'lib qolgan vaqtda o'zida men u zakotni bu yerda bermay, uni boshqa yerga olib kirib, yo'tkab qo'yadi ehtiyojli muhim yerga olgan bo'lsa, men bu yerga berish kerak. Buningda hech qanday bir narsa bo'lmaydi. Endi bu neden yo'tkash, meni manfaatlik, maslahat tariqidan mushunda bo'lgan bo'lsa, u yerga yo'tkizsak, u bo'ladi. Ammo hech qanday yiliqi maslahatmi yo'q, ammo shu zakotni va zakotni biz beradigan shu rayonimizga kishilarga ehtiyoj bor turgan, u yerga yo'tkazishga bo'lmaydi. Ubdan ish emas. Bu shaxsiy tarafga qaratiqan vaqtning o'zida meni nima qiladi? Agar davlat nima qilgan bo'lsa, davlat o'zi buni terishib, nega beramiz, nega qilamiz, hammamiz bilamiz, bu to'g'riliq. Mana bu yerga berdi. Endi zakotdagi o'zi endi zakot bergan vaqt o'zida jazman zakot beriladigan molniki 1 yil bo'lishi kerak. Yil tu'ish kerak. Endi yil. Ya'ni 1 yil jazman tu'ish kerak, ya'ni zakot 2 xil. Ba'zi bir beriladigan, ya'ni zakot nima va yil shart. 1 yil to'shimiz bo'lmaydi. Endi bir zakotli va u o'shira. U o'shirga zakot nima, yil nima emas. Ya'ni o'shirga yer ostida chiqqan boyliqlarga deganidek bunda bir narsaga nima yil vojib emas. Masalan, yerda chiqqan mahsulotlarga, undan boshqa yerda chiqqan mahsulotlarga bunaga mana yil vojib bo'lmaydi. Undan boshqa masalan pul, dehqonlar pulga, undan boshqa chorvachilarniki shu chor paylarga buni yil nima qilish kerak. Ama şu zakatni aslida şu zakatniki o'rnida vaqtida berish kerak. Bu zakatniki o'zini baldur berish kerakmi, keyin berish kerakmi? Buning ustida hozir mushniki ustida to'xtalamiz. Endi Alloh taolo Qur'oni Karimda va aqimus salata va atuz zakat va uningda boshqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va atuz zakat degan mushundaq hadislar bor. Bu zakatniki o'zi u farz. Farz bo'lgandan keyin bu farzlik mana Qur'oni Karim hadisi Rasulullahning talaffuzi orqali mana vujudga kelgan bo'ldi bu buyruq. Ana o'g'andagi bu buyruqni ijro qilish darhollikqa qilish kerakmi? Yoki bo'lmaydi uni ozroq bir muddat kechiktirsak bo'lamdi, kechiktirib berish bersakmi gunohkor bo'lmaymizmi deganlikniki ustida mana ulamolarimizni o'tirdi ikki xil ko'z qarash bor. Ba'zi ulamolarimiz deydi, zakot masalan bugungi kunda shu qamariy
Hicri ay hesabıda bugünkü günde bu adamniki kolida en az 35 bin koy pul bolgan bolsa, keler yıl şu adamniki muşu küllaniki üzüde derhal men tuştu. Muş günün üzüde derhal keçti, bir gün bolmak keçip derhal bir vetiş kerek. Derhal bemsek bolmaydı. Onu uçanın üzüde bu adam onu keçtirip ya ata ya ögün biremen dese bu adam günahkar boludu. Deydiğen bunda bir köz karıştıkı adamlarımız var. Yine bir köz karıştıkı adamlar yani zakatını derhal bemsek mi onu tarahi deydiğen. Onu bir kadar 5 gün, 3-4 gün ya ki bir müddet kişi keçtirip bir işçi bemsek mi boludu. Uçanın üzüde bu günahkar yani bulmaydı diyen nimolava adamlarımız var. Bunun içi de en yaxşısı şu belgen zakatniki yüzünü şu vakt toşkan bolsa, yıl toşkan bolsa derhal şu vaktin yüzü bir vetiş gerekteydi. En yaxşısı bu deydi. Çünkü Allah Teala bizim üstümüzge muşunda bir buyruk kan bolgan diken şu buyruğunu derhal icra kılsak bu en yaxşı olgan boludu. Hem Allah'ıma razı oludu, hoş oludu, hem konumuz bizimki konumuzun rahat oludu. Bu terfiden ne mi deydi adamlarımız? Derhal aşk keçtüme, et ögün vermen, ile unu vermen, dep undak sıkı verip, tahtı nemik verip, kıvırış uptal emez. Çünkü bu garip miskillerninki hakkı. Ve onun başka, yani Kur'an-ı Kerim'deki 8 türlük urullardaki kişilerin hakkı. Ama o andaki bu hakkını keçtiriş gibi olmaydı deydi. Onun da başka Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şuna deydi ki hem de, ne mi deydi Allah Teala? Kur'an-ı Kerim'de festabikul hayrat. Sıra yaxşı iştağın musabık kılışına deydi. Yaxşı iş bolu diken onu derhal keçtüme vaxtıda çok aşına aldıranlar diyen Allah Teala'nınki nemisi var buyruğu var. Anda oğandaki zakat bir işin yüzü mü? Mene yaxşı işiniki katarıdın. Yeni birisi Allah Teala şuna deydi. Vasariyo ila mağfiretin bir rabbikum ve cennetin erduha semavati vel arz. Sıra ey müminler mene Allah Teala taraftan boğan mağfiretke ve cennetke aldıranlar deydi. Na iştik aldıranlar deydi. Anda oğandaki biz cennet zakat ne mi? Ada kılış arkalık Allah'ınki mağfiretike ve onun başka men Allah'ınki cennetke biz erişmekçe. Anda oğandaki bu neslindeki üzerine derhal keçtümek bir vetişimiz en yaxşı dep mene bu köz karışını oturguçu koydu. Yeni bir izliste Peygamber aleyhissalatu vesselam şuna deydi. Ma haleteti sadakatu malen kattu illa ehleketku deydi. Her kanına bir sadaka bir malga arılışıdı iken, arılışıp kaldı iken bu sadaka o malını ilak kıvatıdı deydi. Anda oğan diken şu biz beğenmekçi olan zakatta olan nersin ki yüzünü biz eni berimiz, meni berimizi yendikken onun içinde şu belimizde malum miktarda zakat kip ol demdi. Zakat kip olgan diken bunu keçtirip ben eti bermen, anı vermen, yağmanı vermen dep keçtirişlik yüze. Yani bu zakat aş mal arlaşkan boldu. Yani şu malınki aş zakat beğenmeyen aş malınki tesiriden şu adamniki melini yoktuadı bu sadakaya deydi. Çünkü o sadaka zakatın üzü garip boğan baş kişilerin hakkı. Ana oğan diken şu zakat ne? Kandahlikin bommusun şu derhal aş vakti yıl toşka hamanamla derhal ço beri daha yagi birip şu devlet olsa devlet jıgıdan ornumuz olsa devletin şu yagi biriş ve onun başka eğer devlet bombayı tatıp kalsa hazırki ilmani mesela devletindeki nimeleri dek men Müslüman dep nime kısmı eğer hazırki devlet bombagan bolsa mesela zakat jıgıdan hayriyat orunları var şu yagi bir vetiş gerek eğer o bombagan bolsa mı derhal şu İslam dinine Müslümanlığa vekille kalılgan çoğun alim müşndak kişiler var muteber yani bu dağıcı bir vetiş gerek bunu keçiştirişki bulmaydı. Eğer keçiştirip o adam bunda kalgan bolsa günahçı buludu diyen müşndak nimim var alimlerimiz var. Yine bir saniye deyken zakatı derhal bir iş gerek. Ana o keçiştirişki bulmaydı o. Ana o andaki bu zakat ne mesela yıl tuştum burun ya bir yıl ya 2-3 yıl burun bir vasah mı bolamdı o. Diğerliğindeki otursa da mene ölümalarımız bunu da mesela yıl şart olan mallar var. Mesela çarıçalarındaki hayvanları, koy, mal, vakazaki neskerehleri ve onun başka ticaretçilerindeki pul malları. Mene bunu da yıl vacip. Yeni bir zakatlar var, o zakat öşire deyimiz, bunu da yıl vacip emez. Bunu da hem de
yıl vacip bo'lgan, shart bo'lgan mallarniki o'zida 1 yillik yo 2 yillik bo'lgan bir qancha yillik oldidan zakatni men berib olsak bo'ladi deydi olimlarimiz. Ba'zi olimlar bo'lmaydi deydi. Ko'p sonliq olimlarimiz buningdan masalan bu odamniki qo'lida muqim nisob bor. Masalan 300 ming pul bor bu odamning. Ya 500 ming pul var. Pul bo'lgandiki bu odamniki 3 yilgacha turdi bu pul. Ya u yoqib qo'ydi, bu yoqib qo'ydi. Anda bo'lgandiki bu odam shu 3 yillik ya 1 yillik oldin ola mushunda zakatini berib olsa u bo'ladi. Shu bilan eng yaxshi bir tarafdan bo'lgan bo'ladi. Ya'ni ehtiyoj bo'lgan bo'lsa, agar aşağıda bämsek bo'lmaydi ekan, muhim ehtiyojlar chiqib qolibdi 8 turlik o'rinlarda, shuni bersanlar debdi. Degan vaqt o'zida 2-3 yillik burun mujda zakatni berib olsaqmi, meni bo'ladi. Lekin eng yaxshisi mana shu vaqtniki o'zidicha berish deydi. Shu vaqtni o'zi berish. Buniki kun to'shqan bo'lsa, meni o'z vaqtida belgilamiz eng yaxshi deydi, ammo bir ehtiyojlik ya bo'lib qolgan bo'lsa, bu çağın o'zida 1-2 yil oldin ala berib olsak bo'ladi deydi. Buningda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki, meni o'zniki tag'isi bo'lgan Abbos ibn Abdul Muttalibniki ustida deyilgan gap va bu zatda 1-2 yillik burun o'sha zakatini olgan ekan. Buni asosan ulamolarimiz mushu yana 1-2 yil burun ya 3-4 yil burun mushta zakatini bersa bo'ladi deydi. Ammo dehqonlar o'zniki yerdan chiqadan yil shart bo'lmagan bunda bir öşür zakat mallarda 1 yıl burun, yıldan burun berishga bo'lmaydi deydi. Mesela o adamniki, mesela yeri var. Bir dehqonniki 10-15 mo, yer bo'lgandiki 100 mo yoki 200 mo yeri var. Ana o adamdaki bu adam şu yani ana şu terip, şu urup, şu tağaq, usqa vaqtinizda bu yak arıydı hem de. Ma zakka, ma öşür, ma nemede. Mana şu çağda berish kerak deydi. Yadi çıkıdığın neskereni 15 mo 20 mo yerim var. Bunu 3-4 yıl ben tereymen, konak tereymen, buğday tereymen. Anda o andaki bunun mançılık çıkışı mümkün der. Bunda bir nesini 3 yıl burun berişki bulmaydı. Dehqonlarniki 3 yıl burun yadi çıkıdığın mahsulattan 3 yıl burun ya öşür erip ya öşür berişke bununla yani bulmaydı der. Men alimlerimiz mundaqçı qaraydı. Zakatniki yüzünü hacatsiz kechiktirishga meni bo'lmaydi. Buning to'g'rida to'xtaldik. Bu to'g'rida endi ham agar hech qanday bir hojati yo'q, hech qanday bir sabab yo'qlik kechiktiribdi bu odam. Bekordan bekor. Uçan yüzde bu adamdaki yüzü alimlerimizki deyişçe bu günahkar oludu deydi. Mana bununki üstüde bunun için o'qilish kerak. Endi kechirish derhal qilish kerak. Kechirishga bo'lmaydi. Asli buyruq hammasi bu. Ana o'g'andan keyin bu adam zakatini chiqiribdi. Mesela mavu manchilik pulim bor ekan, buningdan manchilik zakat chiqadi ekan, ya 10 ming ya 15 ming zakat beradi ekanman debdi. Ya 5 ming beradi ekanman debdi. Buni chiqirib orib bo'lib, oxirida beraman deb ketib berish orlig'ida qanday qilibdi bu odamniki o'zidan. Bu odamniki bu zakati yo'lda ya o'g'irib ketibdi, ya yo'qolib ketibdi, ya o't ketibdi, hokazo ish yo'qdi. Bundaqchani o'zida yani qanday qilish kerak? Qanday qiladi o adamın zakatniki o'zini? Deganlikniki o'zida endi. Buningda endi olimlarimiz yana ba'zi olimlar deydi, buni to'lab berdi. Buni da qaraymiz. Agar shu zakatni chiqargan odamniki o'zi, zakatni olib bo'lgan odamning o'zi shu vaqtida berdimi yoki kechiktirib berdimi? Agar bu odam şu tarihi hicri boyunca mesela bugün kunda vacip olan bolsa şu günniki yüzüde arif bu adam ben şu bardağa yer apırıp vermem dev oturup gitip kettim. Şu an yokap gitipti. Yokap ketken bolsa mene o keçitiriş nefis kalmaptı. Kalmagan bolsa şunu olan o zakat bu ikinci kata mene beğenmesime boludu dep mundak deydi. Bazı alimlerimiz bunun da katti töləb beriş kerak deydi, bəzən töləb verməsin boludu deydi. Yəni bunundan asasən əgər o adam zakatını öz vaxtıdan bermən deyə berib, o adam şu zakatını bermən deyə əkitfağa vaxtın özüdə qaytdan, yəni bəmismə boludu deydi. Əgər şu bermən digər vaxtın özüdə bu adam vaxtını ötküzüb etibdi. Məsələn, bugün gündə vacib olubdikan, fərz olubdikan beriş,
Bunu hatta yoki 15 kun ya bir oy kechitib unidagi perdaga bo'lib ep ketib qolgan bo'lsa, bu joniki o'zida men yo'qolib ketgan bo'lsa, u odamniki o'zi bu zakatni ya'ni qaytib berish kerak deb bunda qaraydi. Shuning uchun biz endi zakatimizni o'z vaqtida berib, o'z nemisida mujda yo'qolib ketgan bo'lsa, bu joniki o'zida mana uni nim qilmasam yo'qolib ketgan bo'lsa, yo'lda ketib berib, ashunda bir o'g'irib nim qilgan bo'lsa, u joniki zakatniki o'zi maqbul bo'lgan bo'ladi. Ammo uni biz kechiktirib, ya 4-5 oy, ya 3-4 oy, ya 2 oy, ya 15 kundan keyin bir oy mujda kechiktirib, ani deb, meni deb o'ltirib, ondan keyin ketib olsak, u joniki o'zida bu joniki o'zi yo'qolib ketgan bo'lsa, u joniki qaytadan meni berish kerak deb mundaqcha qaraydi endi. Endi bu odamniki endi zakatniki o'zi yil tushibdi. Zakatni o'zi yil tushib odamga vojib bo'lib ekan. Vojib bo'lgandan keyin bu odam arimabdi endi. Ma'ni deb arimabdi. Shu jarayonida bu odam qanday bo'ladi? Ya'ni shu jarayonning o'zida bu odamniki mel yo'qolib ketibdi. Ash mal zakat bilan berilgan mal hammasi yo'qolib, ya o't ketibdi, ya bir ish yopdi. Mesela 200 ming pul var ekan da, yoki 50 ming pul var ekan, bu odam endi taqiy zakat bo'lishga bo'pti ekan. Ammo shu 50 ming qo'ydi, mana shu pul deb o'ta arimabdi ekan. Arimay, ani beraman, meni beraman deb olib turiblar. Shu ona bu odamniki bu o'zi qanday qilibdi endi bu joni o'zidan kechiktirib, ashunda qilib, ashunda qan bo'lsa, yine u joni o'zidan mana u zakatni qaytadan yine berish kerak deydi. Endi bu zakatniki o'zi ba'zi yo'qolib ketib, ba'zi qilib qolgan bo'lsa-mu, yine o odamniki o'zi men ani chiqiraman, meni chiqiraman deb ashunda meni kechiktirib, ashunda qan bo'lsa, mana bu nima o'xshaydi? Bu yilqi kechiktirib qan bo'lsa, o'chan o'zida sabab o'zi bo'lgandiki qaytadan, ya'ni berish kerak o odamniki zimmisida qoladi. Chunki o odamniki gadiniga zakat berishniki, mana zakat berishniki nemisi gadiniga tushgan, shu gadiniga tushgan narsaniki o'zini o odam bermay bo'lmaydi, qazo bo'lib qoladi degan bunda bir olimlarimiz bor. Ba'zi olimlarimiz buningda tushib ketadi, bermisimi bo'ladi. Chunki o gadini tushirib qilib bo'lgan degan bunda bir olimlarimiz var. Anda olgandan keyin agar hammasi yo'qolib ketgan bo'lsa, o'chani o'zida u zakat bermisimi cho'p bo'ladi. Ama ba'zi bir qismi yo'qolib ketgan bo'lsa, ba'zi bir qismi qilib qolgan bo'lsa, o'chani o'zida qilib qolgan qisminiki oshini chiqarib bu zakatni meni olimlarimiz mushundaq berdi degan mushu ko'z qarash shu bandi. Bu odam bu zakatni bir qancha yil kechiktiribdi. Ya o'zirsiz, ya o'ziri bilan. O odamga bir qancha yil uytibdi. O odam bermabdi-da, bermagandan keyin bunu bir qancha yillik malniki zakatini qanday qiladi bu odam deydi. Desende bunu da deydi endi. Bu zakat bir qancha yil meliq zakat vermabdi. 5-10 yil, 6-7 yilda bir kengricha yoki bir ish qilib, yoki bir sus qarab nima deydi. Agar bu odam shu zakatni bergan bo'lsa, men zakat bir qancha yil bermagan bo'lsa, o odam qo'lida mal olgan bo'lsa, shu malniki shu o'tib ketgan zakatniki, yilniki zakat meliniki zakatini meni beradi deydi endi. Ba'zi olimlar qachonliqqa endi ba'zi olimlar bu cho'ning o'zida meni bermisimi, meni bo'ladi degan gap bo'ladi. Buni da eng yaxshisi, ya'ni shunda bir qancha yil malniki zakatini bermay, endi insof tövbe kelib, bu odam endi zakatini beray desa, o'cha shu berish kerak. Chunki bu zakatniki o'zi shu g'arib miskinlarning haqqi deydi. G'arib miskinlarning haqqi bo'lib, Alloh taolo bu odamniki gadiniga farz qilgan bo'lgandan keyin bu farz hargiz bermay turib tushib ketmaydi. Tushib ketmagandan keyin shuna bu odam bir qancha yillik bunda bir mal, bir narsa zakat kerakni bermagan bo'lsa, buningda nima qilmaydi? Buni da tushib ketmaydi, berish kerak deydi. Endi bu odam zakat vermoqchi ekan, zakat berish orqali bu odam zakat vermen deb o'tirib, bu odam o'lib ketibdan, bir qancha yillik zakatni bermabdi ekan. Buni qolgan tuqqanlari o'qidi ekan. Uqqan bo'lsa endi o'lib ketishidan bu zakat gadin tushib ketamdi, tushib ketmamdi desa, bu odamniki gadinida bu zakat tushib ketmaydi. Bu odamniki agar o'lib ketsimi, o odam hayot vaqtida bir qancha yil zakatni bermabdi ekan, shu zakatni o'lib ketgandan keyin osh varislari shu odamniki qilib qolgan osh meros mollaridan chiqarib, anadagi qilib qolgan molni anadagi merosga bo'ladi deydi. U chog'da bu o'lib ketish bilan hargiz bu zakatchi tushib ketmaydi. Shuning uchun bunda bir zakat
bəmigen adamlar eğer ölüp ketken bolsa, uçan üzüde aşı tuqqanlarınki üzü şu yılıkı kişininki mallarınki mirasıdan onu arıp kancılık qilib qalgan, şunu birvetip anadaki qalgan mallarını uçadı yüzüden miraska ayırıydı demdi. Bu zakat demdi. Başka qazlarga seliştiğe zakat Allah'ınki hakkı olgan boludu. Endi başka qazlar şahsi bir qaz bolgan boludu. Mana bu uçanın yüzüde bu şahsi qaz bolgan bolsa qattiq nima qilish kerak? Allah'ınki qaz olgandan keyin uni qattiq bämisa yani bo'lmaydi. Endi bu adamniki ölüp ketibdi. Ölüp ketgandan keyin o adamning şahsi nemisi var ekan, şahsi aşında qazi var ekan, hem o adam bir qancha yillik kişiniki zakatını, meliniki zakatını bermabdi. Unda vaqtning o'zida bu ishki qaz mashta kelib qolgan vaqt o'zida qanday qilamiz deydi. Degan vaqt o'zida buni meni qanday qilamiz degan vaqt o'zida ba'zilar deydi, o'zining shaxsiy zakatniki, masalan miros mollar qilibdi, u malning o'zi ya shaxsiy endi boshqa odamniki shaxsiy qaziga yetadi ekan, ya zakatdan iborat bo'lgan bu qaziga yetadi ekan. İkisi bir yetadi ekan. Unda o'ning o'zida buni qanday qilamiz desa, oldi bilan bu kimniki qazini meni qilamiz desa, buni da ulamolarimizniki o'ttirsida bir qancha ko'z qarash var. Bunu da adami, yani shaxsiy qazni berib etib, unidan eshib qolganni anadagi zakatniki qazini meni beramiz deganlar var. Ikkinchisi ham de zakatni berib etib, unidan eshib qolganni anadagi shaxsiy qazini meni beramiz deganlar buningda var. Endi ba'zan bir olimlar deydi, bu ikkisidagi o'ttirsida bu yiliqi malni taqsim qilamiz deydi. Masalan, o odamniki 5000 koy shaxsiy qazi var ekan. Yine o odamniki masalan 5000 koy zakat vermabdi ekan bir qancha yil. Anda o'g'andan keyin o odamniki mana ilikida o'lib ketgandan keyin 10.000 koylik miros mal qilibdi. Anda o'si deydi buningda yiliqi ba'zi olimlarimiz bu zakatning o'zini ayrim o'xshash bo'lamiz deydi. Yoki bo'lmaydi o odamniki 3000 koy shaxsiy qazi var ekan, yoki 2000 yoki 3000 koy zakat qazi var ekan deydi. Anda o'g'andan keyin bu qilib qolgan malning o'zini hammasi o'xshash ikkiga bo'lib taqsim qilib, anadagi yerimini aniga, yerimini qancha qolgan bo'lsa buniga. Ya 3000 koy qilibdi o odamda, 3000 koy bo'lsa 1.5 koyni shaxsiy zakatiga, shaxsiy qaziga, 1.5 koyni men mesela zakatniki qaziga beramiz degan mundaq bir ko'z qarashdiki olimlarimiz var. Yani demek mushunda ikki qaz, mushunda qilib qolgan vaqtning o'zida eng yaxshisi men shaxsiy mushu qazni oldin ola berib etib, undan keyin huququllarni keyinda qilsaqmichi bo'ladi. Endi Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki bir hadisida fadinullohi ahqqu ayqullah degan bir hadisi var. Endi bu hadisga asosan Alloh taolaning haqqi meni ado qilishga eng loyiq haq bu degan. Endi buning asosan endi mushundaq bir qaz kelib qolgan bo'lsa, biz shu chani o'zida amaliy ahvolga qarab kimning qazi bak muhim, yani Allah'ınkimi yoki bandalarnikimi, eng oldi bilan endi bandalarniki qazi berib etib, undan keyin kishilarniki qazini berib etishimiz çok kerak. Yani bunun o'ttirisida ulamolarimizniki o'ttirisida bir qancha ixtilof bor. Bizdeki bu qatimki dersimiz mushagichilik bo'lsin. Va in bir qator ko'rishgacha har birlarini Allohga omonat qildik. Va oxir da'wana alhamdulillahi robbil alamin. يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاك عليم سال دمعي يا إلهي